Demak, onlaynda kod yozish uchun biz repl.it sahifasidan foydalanamiz. Demak, bu yerda birinchi saytga kirib, mana burchakdagi sign up tugmasini bosib, ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda agar sizda Google yoki Facebook akkaunt bo'lsa, u orqali ham ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Men esa hozir demak o'zimga yangi login kiritaman va albatta demak elektron email manzilimni kiritaman va undan keyin biror bir kuchliroq demak maxfiy so'z tanlashimiz kerak bo'ladi. Agar siz o'qituvchi bo'lsangiz, mana bu pastdagi demak I am teacher degan tugmani bosib qo'yishingiz mumkin. Unda siz o'quvchilar uchun turli xil yana qo'shimcha, ya'ni o'quvchilarga dars o'tish uchun turli xil qo'shimcha funksiyalardan ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha biz demak o'quvchi sifatida mana akkaunt ochdik. Akkaunt ochganimizda bizni email manzilimizga tasdiqlash uchun, ya'ni ro'yxatdan o'tganimizni tasdiqlash uchun email keladi. Uni ochib tasdiqlab qo'yamiz. Hozircha esa mana chap tarafdagi My Repls degan tugmani bosamizda, mana keling darslarimiz uchun birinchi yangi papka yarataylik. Ya'ni new folder tugmasini bosib, mana Python darslari degan men yangi papka yarataman-da va bundan keyingi barcha kodlarimni, barcha dasturlarimni mana shu papkani ichida saqlab boraman. Mana papkani bosamizda, ichida new repl degan tugmani bosib, demak biz Pythonda kod yozmoqchimiz. Chap tomonda Python tanladik. O'ng tomonda endi dasturimiz uchun ma'noli nom beramiz. Hozir men mana birinchi dars dedim va birinchi darsimiz uchun demak nomi mana shunday bo'ldi. Hozir mana ustiga bossak birinchi darsni kod yozish oynasi ochiladi. Bu yerda ko'rib turibsiz, demak chap tarafda oq joyda biz mana kod yozsak bo'ladi. O'ng tarafda esa console, demak konsolda bizni yozgan kodimizni natijasi chiqib turadi. Demak, agar siz turli sabablarga ko'ra kompyuteringizga Python yoki Anaconda ni o'rnata olmasangiz, mana shu onlayn xizmatdan ham foydalanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.